Endi to'lov qilish uchun plastik karta kerak emas, qo'lni o'zi yetadi. Buning uchun metroga kelasiz va qo'lingizni ro'yxatdan o'tkazasiz. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Har bir metro bekatida o'rnatilgan My ID Palm qurilmasida kaftingizni skaner qilsangiz bo'ldi. Bizga mana shunaqa qurilma kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib kaftni ro'yxatdan o'tkazishga bosamiz. Yo'riqnoma bilan tanishib chiqib, davom etishga bosamiz. Keyin o'ng kaftimizni skanerdan o'tkazamiz. Undan so'ng esa chap kaftimizni skanerlaymiz. Keyingi qadamda pasport ma'lumotlarini kiritamiz va Face ID orqali identifikatsiyadan o'tamiz. Undan keyin telefonimizga Atto ilovasini yuklab, telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tamiz. Ilovaga mavjud Atto kartasini qo'shamiz yoki virtual karta ochamiz. Atto kartasini tanlaymiz va Включить Palm Pay ga bosamiz. So'ng pasport ma'lumotlarini kiritib, onlayn identifikatsiyadan o'tamiz. Shu tariqa tizim avval ro'yxatdan o'tgan kaftimizni topib oladi va natijada ilovada Palm Pay xizmati aktivlashadi. Bo'ldi, endi istalgan metro bekatidagi maxsus uskunada kaftingizni skanerlash orqali to'lov qilishingiz mumkin. Pul Atto kartangizdan yechiladi. To'lov amalga oshdi, endi manzilimiz tomon yo'l olamiz. Bu videoni metrosevar do'stingizga yuborib qo'ying va meni sahifamga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.